Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda obunachilar. Bugungi video obzorimizda sizga sizga Lochin Moto Nukus mas'uliyat cheklangan jamiyat bilan Lochin mototsikllari va elektromototsikllar haqida qisqacha tushuntirib o'tamiz. Hurmatli, boshida bir video obzorimizni sizga ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda elektromototsikllarimiz narxi juda hamyonbop. Bu yoqda esa Lochin benzinda yuradigan baquvvat mototsikllarimizni sizga hozir batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu Lochin mototsikllarini to'lamoqdan 10% ni to'lab 3 yil muddatga yiliga 17% dan xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bu elektromototsikllarga keladigan bo'lsak, elektromototsikllarimizni hokim yordamchi orqali yoki uzum nasiyadan pul chiqarib olsangiz xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Naqdga 14 million so'm, kreditga 17 million so'mdan sotib olish imkoniyatiga egasiz. 75 lik akkumulyatordan 6 dona qo'yilgan, polniy zaryad bilan 90 va 100 kilometr yurish imkoniyatiga ega. Benzin mototsiklarimizdan rasxodi 100 kilometrga 4 litr, 5 litr rasxodi bor. Hamda kimga shunday mototsikllarga izlab yurgan bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Nukus shahar, Yujniy avtovokzal. Kapalak Go'balak ko'pirdan tushsangiz, mana shu test markazidan o'tgandan keyin Nukus qal'asi, Kurash Chemberli go'rayini shu qarama-qarshi tarafidan o'sha Nukus avtovokzali stoyankasida mana moto transportlarimiz turibdi. Bemalol kelib tanlab olishingiz mumkin. 6 oy garantiyali srok postavka bilan olib xarid qilishingiz mumkin. Viloyatdagi xaridorlarimiz bizga murojaat qilmang. O'zingizni viloyatingizdagi dilerlarga murojaat qiling. Bizga faqat Qoraqalpoqda yashaydigan xaridorlar va kuzatuvchilar murojaat qilishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosing va kommentariyada izoh qoldirib keting.